Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan hardcore'da Vijivine qilamiz va ko'p gapirmay hardcore'imizni boshlaymiz. Albatta boshda tarix chopib olamiz. Videom xarob bo'lgani uchun albatta sizlardan uzr so'rab qolaman, chunki menda unchalik ham zo'r grafika yo'q-da, unaqa qila olmayman. Hali endi birinchi video olishim, biroq uzun videoni. Shuning uchun hali uncha ham yaxshi bilavermayman. Hozir u yoqda qo'ylar bor, shuni urib kelishim kerak, chunki hozir go'sht kerak. Albatta hardcore'damiz. To'g'risini aytayapman, men umuman umrimda hardcore o'ynamayman. Juda kam holda o'ynayman. Hardcore negadir unchalik yoqmaydi, chunki bir o'lsang bo'ldi, men tugadi o'yin. Xo'sh, endi tosh chopishimiz kerak. Albatta kirka. Albatta bu video kompyuterda emas, telefonda olinyapti. Boya ko'rganingizdek ovoz chiqaradiganini ko'rdingiz deb o'ylayman. Toshlarni olib olamiz. Sizlarga yoqmaydi deb o'ylayman, chunki uni ko'plab o'tirganim. Shuning uchun men u yerni tezlashtirib yubordim. Tapor va cho'p kerak. Hozir bizga kirka yasashimiz kerak. Yo, tilim kelishmay qoldi-yu. Kirka endi bu versakni olamiz, ketdik. Qo'ylar qayerda edi, Qo'ylar mana bu yoqda ekan, mana. Tezroq urib ketishimiz kerak. Video nimagadir qotgan, voy, tushib ketdimi bolta. Qo'ylarni urib olamiz. Ketdi. Tezlashtirib olaman, chunki urib olgan joylarim uncha ham qiziq deb o'ylamayman. Yo'q, mana buni ham oldik. Buni ham o'ldirib olamiz. Yo'q, juda ham qo'ylar ko'p ekan. Bu yoqda va bu yoqda. Bunchalik ham o'ynadim kelmadi. Chunki Bedrockda yaqinda qo'ydan epik narsalar beradi. Umuman qo'y chiqmagandi bor-u. Hozir unchalik ham kerak emas paytda, prosta go'sht uchun kerak paytda chiqyapti. Minecraft meni ustimdan kulyapti, to'g'risini aytay. Bu yerdan qanday chiqadi? Bo'ldi, chiqdim. Hop, endi qo'yni o'ldira olamiz. Yana tushib ketdimi tapor? Asab. Yo, tepaga chiqib ko'raylik-chi. Tosh qovlayveramiz hozirroq. Nimaga men taxta kirkada qo'ylayapman hali ham? Tosh kirkam bo'lsa ham. Qisqasi, balanddan ruda bormi? Yo, meni ko'zimga ko'rindimi ekan? Bu toshni olaylik-chi, baland qurib chiqaylik. Qani ko'raylik-chi. Bu yerga ham qo'yamiz. Bu yerga va bu yerga va bu yerga va bu yerga. Qani ko'raylik-chi. Yo, ko'mir bor ekan. Bekorga kelmabman bu yerga. Yo, lava. Yo, sal qolsa tushib ketardi lava menga. Hali ham suv bor ekan. Lavani obsidianga aylantirdi. Yana go'sht. Buni olishimiz kerak. Albatta go'sht kerak bo'ladi. Video tezlashtirib olindi, chunki uncha yoqmaydi deb o'ylayman. Buncha go'shtlarni urib o'tirgan, ya'ni qo'ylarni. Qisqasi go'sht deb ketaman. Qo'y degan bilan farqi yo'q. Men endi shunga o'rganib qolganman. Buni ham olamiz, botga bu yoqqa ketdik. Bu yoqda ham qo'ylar bor ekan. Qo'ylar vashcha ko'p. Yo, bu yerda ham qo'ylarni urib olamiz. Voy, asab, yana tushib ketdimi bu? Yana tushib ketyapti-ne? Qamali endi tovuqlarni urishimiz kerak. Tovuq ko'rdim bu yerda, hozir tovuqlarni urib go'sht olib olamiz. Ketdik. Hop, ana. Birinchi go'sht. Ikkinchisi kelinglar. Nima qilyapsizlar? Hop.
Tinchlanamiz, ichki xotirjamlik. Ya bu yana tushib ketyapti boru. Hozir bu boltani o'zim musorga tizib qo'raman. Nimaga bular suvga tushib olishyapti? Baribir o'ldiraman-da bularni. Asabni buzishadi bular ham boltaga o'xshab. Bu ke bu nimaga urilmayapti endi? Kesangchi. Yo bu omadli tovuqmi? Nimaga urilmayapti? Ha, ana endi urildi. Yo. O'zinglar uzoq qoldirilyapti bunga boru. Yana urilmayapti. To'g'risi boru bu. Vashsha omadli tovuq ekan. To'g'risi do'stlar vashsha uzr so'rayman. Shuncha vaqt yurgan videoyim olinmay qopti men. Juda ham alam qilyapti chunki men 10 daqiqalab yurgan edim. Hammayli bo'p turadi bu. Endi birinchi video olayotganda shuning uchun ham albatta bo'p turadi. Mollarni uramiz, qani ketdik. Lekin hali ham men ruda olmadim ko'p. Faqat ko'mirim bor. Mana bu yerda shaxta bor ekan, kakraz endi ruda olishimiz kerak. Ruda topish ya'ni temir, oltin, mis, olmos. Endi mis bu yersada unchalik ham kerak emas, u shunchaki yetib qo'ydim-da ruda sifatida. Mayli ko'p gapiryapman. Bu nimaga olinmayapti? Ha, bo'ldi. Endi qo'ydim. Nimaga olardim? Ha, bo'ldi. Ikkinchi qo'lga olamiz. Bo'tga qo'yamiz. Yo, ko'mir bor ekan, ko'mirni olishimiz kerak. Albatta ko'mir juda ham kerak bo'ladi. Menda hali atga 5 ta tosh bor ekan. Tosh kovlab olaman chunki bizga pechga kerak, instrumentlar kerak. Faqat menda kirka va topor bor, ya'ni qilich, belkurak shunga o'xshash instrumentlar kerak bizga. Ozroq tosh olaychi yana. Yetib qolarmikan? Ha, bo'l yetar, bu qumni sindiramiz. Yo, suv bor ekan. Sindirmasa bo'ladi yo. Nima qildim? Tezroq suvdan ketaychi. Bunchalik sekin. Men nimaga sen bo'ldi o'tirgan ekanman va juda ham sekinlashdim. Yo, zombilar bor ekan. Zombi bor ekan, ketdi. Tushamiz, o'ldiramiz. Yarim qorong'i bo'lib ketdi, juda ham fakil qo'yamiz. Yo, creeper kelyapti. Yo, mayli. Yo, ko'rdinglarmi? 3-4 ta zombi kelayotgan edi bu. Creeper zo'r qildi, to'g'risini aytaymi. O'ldirib barchasini. Yo, bu yerda ham zombi bormi? Yo, creeper zombi. Yo. Men hozir o'laman. Yo, o'rgimchak. Yo'q, menga tegma. Shuncha harakatim bir tiyin.